Mayli, endi bu albatta quvonch ko'z yoshlari, metabolik sindrom, semizlik 3-daraja bilan sleeve rezeksiya amaliyotini boshlardan o'tkazdilar. Mana hozir bugun ahvollari juda ham yaxshi. Operatsiyadan keyin 3-sutga uylariga ruxsat beryapmiz. Ahvollarini o'zlaridan hozir eshitib, o'zingiz bilib olasizlar. Ko'p tushkunlik qilardim. Hammadan qochib ko'chaga qilardi. Shunga oyoq sababchi bo'ldilar, olib keldilar. Davleniyam ham ko'tariladi, boshim aylanardi. Sahri ham bor edi shu. Hammasi yaxshi. 126 kilo bilan kelgan edim, 138 kilo bo'ldi 3 kunning ichida. Qanaqa endi taassurotlar? Taassurotlar juda ham katta. Ko'zim yosh chiqdi. Mayli, endi bu albatta quvonch ko'z yoshlari. Chunki ana 3-4 kun ichida 6 kilo, 7 kilo masalan biz ketdi. 6 oydan keyin tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarish bo'ladi. Avvalambor hammasi Allohdan, lekin biz mana bu ishlarni endi qilmayapmiz. O'sha qilgan ishlarimizga taqqosa aytadigan bo'lsak, 6 oydan keyin Xayrnisa Bononi tanib bilmaysizlar.